Kechqurun maza qilib uxlayapsiz. Soat 3 da. Dadasi, ha, nima deysan? Mazam bo'lmayapti desa, deganmi shuni demaganmi? Ayolinglar deganmi, uylanganlar? Degan. Buni bir necha bor marta degan. 9 oy ichida bir marta aytib qo'ymagan. Bir necha bor aytgan. İnsof bilan aytinglarchi, kimga yoqqan shu xotinniga? Kechqurun ham tinchlik yo'qda bu uyda. Yo turiboq, voy o'zingni ehtiyot bitta yo ikkita deyish mumkin. Qolgan aksariyat hammasi xotinni bu gapi yoqmagan. Bizdan bir paytlar onamizni bag'irlarida yotganimizda, o'sha 9 oylik, 8 oylik, 7 oyligimizda onamizni vujudlari og'riganda dadamizga onamiz "Hey dadasi mazam bo'lmayapti" deganda dadamizga yoqmagan.